Bu qismda eng dahshatlisi shundaki, yiqilgan odamni yiqitgan zarba tashqaridan emas, ichidan kelganini ko'rdik. Kimdir boylik ortidan quvib o'zini yutqazdi. Kimdir kechirim so'rab, aslida o'z umrining eng katta gunohini tan oldi. Yana kimdir kechirish orqali g'alaba qozondi. Shu sabab bu safar voqealar shunchaki janjal yoki tergov emas edi. Bu qism har bir qahramonning qalbi yechilib, niqobi tushgan lahzalardan iborat bo'ldi. Eng og'iri esa ayrim odamlar endi ortga qaytolmaydigan chiziqdan o'tib bo'lganini his qildik. Bir paytlar pul, obro', hukmronlik deb yashaganlarning ko'zida ilk bor qo'rquv paydo bo'ldi. Chunki sir yashirin turgan paytda qudrat bo'lib ko'rinadi. Xosh bo'lish arafasida esa aynan o'sha sir odamning bo'yniga ilinadigan arqonga aylanadi. Nazokat atrofida qurilgan butun dunyo mana shu qismda sekin-sekin qulay boshladi. U hali ham o'zini himoya qilishga urinadi. Hali ham hamma narsani qonuniy ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ammo uning ichki holatini birgina narsadan bilsa bo'ladi. U endi ayblarni inkor etayotgan ayol emas, vaqtni yutishga urinayotgan ayolga aylandi. Bu juda katta farq. Oldin u odamlarga ta'sir qilardi, endi esa vaziyatga ta'sir qila olmayapti. Qo'llari qaltirar, ko'zlarda o'sha ilgarigi yaltiroq ma'sumlik emas, balki bir narsa uning qo'ldan chiqib ketayotganini bilgan odamning dahshati bor edi. U uyning keng mehmonxonasida yolg'iz o'tirib, telefoniga qarab, kim yana qo'ng'iroq qilmasligini kutardi. Eshik qo'ng'irog'ining har bir jiringlashi uning yuragini siqardi. Tashqarida hamma narsa tinch edi, lekin uning ichida bo'ron ertalabdan beri to'xtamas edi. Ayniqsa, jabrlanganlarning birin-ketin chiqib kelayotgani faqat mol-mulk emas, insoniy taqdirlar ham vayron bo'lgani aytilayotgani nazokatning fojiasini yanada chuqurlashtirdi. U birinchi marta o'ziga qarshi guvohlik beradigan odamlar soni shunchalik ko'payganini his qildi. Ularning har biri uning hayotiga bir paytlar kirib kelgan, ishongan, sovg'alar olgan, va'dalar eshitgan, ammo oxirida faqat tashlab ketilgan, aldangan yoki yo'q qilingan odamlar edi. Eshitish zalida ularning ovozi uchun joy yetishmasdi. Ba'zilari jim o'tirar, yuzlarida azob, ko'zlarida esa bir narsa. O'sha kuni nima uchun indamasdan ketganlarga pushaymonlik bor edi. Nazokat esa hali ham o'zining hashamatli kreslosida o'tirar, lablarini tishlab, o'ziga berilgan har bir so'zni sanchilgan ignadek qabul qilardi. Uning avvalgi qudrati yo'q edi. Endi uning eng kuchli quroli sukut edi. Ammo bu sukut ham sekin-sekin unga qarshi ishlay boshlagan edi. Eng qiziq tomoni, u o'zini oqlayotganda ham aslida o'z tabiatini sotib qo'ydi. Chunki u muhabbat, sovg'a, tanlov, erkinlik haqida gapiradi. Lekin uning butun yo'li odamlarning zaif nuqtalarini topib, o'sha yerdan kirish bo'lganini hammamiz ko'rib turibmiz. U bir ayolning yoniga borib, "Men sizga hech qachon yomonlik qilmaganman. Hamma narsa sizning xohishingiz bilan bo'lgan", dedi. Ammo uning ovozi juda baland, juda majburiy edi va o'sha ayol jimgina javob qaytardi. "Siz meni erimdan ayirdingiz, keyin uyimdan, keyin ishonchimdan. Endi menga sevgi haqida gapirmang." Nazokatning yuzi oqarib ketdi. Bu so'zlar uning qalbining eng chuqur joyiga tegdi. Chunki u hech qachon o'zini shu qadar ochiq va himoyasiz holda ayblanganini eslay olmasdi. U sevgi haqida emas, nazorat haqida yashagan ayol. Shu sabab bugun u panjara ortida bo'lsa ham, aslida ancha oldin ma'nan qamalib bo'lgan edi. Sodiq Turg'unamich esa bu qismning eng og'ir uyg'onishini boshdan kechirdi. U boyligining qudrat emas, balo keltirishni endi tushundi. Bu juda kech kelgan haqiqat, lekin baribir ta'sirli. Kechasi u uxlay olmadi. Uyning keng yotoqxonasida yolg'iz o'tirib, derazadan tashqariga qaradi. Shahar chiroqlari miltillardi, lekin uning ko'zlarida hech qanday yorug'lik yo'q edi. Qo'lini cho'zib, stol ustidagi oilaviy suratni oldi. Unda uning baxtli kunlari, kulayotgan yuzlari, hech narsadan shubhalanmaydigan paytlari aks etgan edi. Endi esa o'sha suratdagi odamlarning ba'zilari unga yuz o'girgan, ba'zilari esa jim tashlab ketgan edi. U o'z ishxonasida yolg'iz o'tirar, xatolarni birma-bir eslardi. Har bir noto'g'ri qaror, har bir qo'l siltab o'tgan gunoh, har bir indamasdan qabul qilgan nohaqlik, hammasi endi uning qalbida na'ra tortardi. Chunki bu odam ilk bor
Men xato yo'lda yurgan ekanman degan ichki tan olishga yetib keldi. Uning Afzaldan uzr so'rashi oddiy sahna emas edi. Bu o'zidan past ko'rgan odamining oldida egilish edi. Ikkavi uchrashgan joy oddiy mehmonxona qabulxonasi emas, balki shahar chetidagi kichik bir kafe edi. Sodiq Turg'unovich Afzalni kutib turar, qo'llari tizzasida, yuzida hech qachon ko'rilmagan ojizlik ifodasi bor edi. Afzal ichkariga kirganda Sodiq o'rnidan turdi. U hech kimga turmaydigan odam edi, lekin bu safar o'rnidan turdi va quр qolmadi. Bir qadam oldinga chiqdi. Afzal esa hech narsa demasdan turib qoldi. Ikkovi o'rtasida nafrat emas, og'riq turardi. Sodiq lablarini qimirlatdi, lekin so'z chiqmasdi. U ilgari ko'proq jabrlanuvchi bo'lib ko'ringan bo'lsa, bugun o'z qadrini anglagan ayol sifatida namoyon bo'ldi. Uning ohangi, turishi, muomala chegarasi o'zgargan. U endi hech kimning oldida qo'l qovushtirib o'tirmaydi, gapirganda ko'zga tik qaraydi va eng muhimi, uning yo'q deyishi endi iltimos emas, buyruq edi. Bir sahnada uning oldiga bir tanish erkak kelib, "Sen haliyam o'sha Tamarsan, hech narsa o'zgarmagan" dedi. Tamar esa jimgina turib, unga tik qaradi. "Siz adashyapsiz. Men o'sha Tamar emasman. Men hamma narsani yo'qotgan, keyin esa o'zimni topgan ayolman. Hozir mendan nimani xohlayotganingizni yaxshi o'ylab, keyin gapiring." Uning ovozi sovuq va aniq edi. Erkak bir necha soniya unga qarab turdi-da, indamay chiqib ketdi. Tamar esa derazaga borib, peshonasini sovuq oynaga suyadi. Uning yelkalari qaltirardi, lekin yuzida endi qo'rquv emas, kuchsiz tabassum bor edi. Ayniqsa, o'zini avvalgidek buyruq bilan boshqariladigan odam emasligini bildirishida juda katta ichki o'shish bor. Bu o'zgarish tasodif emas. Ko'p azob chekkan ayollar bir payt jim bo'lib qoladi yoki bir payt mutlaqo sinadi. Tamar esa uchinchi yo'lni tanladi. U sovuqroq, hushyorroq, lekin ichidan mustahkamroq bo'lib chiqdi. Shu sabab kelajakda aynan Tamar ko'p narsani ko'ra oladigan, sezadigan va oldindan to'xtata oladigan qahramonga aylanishi mumkin. U endi hissiyot bilan emas, tajriba bilan harakat qiladi. Bunday odamlar esa dramatik burilishlarda hal qiluvchi figura bo'ladi. Jahongir atrofidagi chiziq ham bekorga qo'yilmadi. U go'yoki ish yuritayotgan, hisob-kitob qilayotgan, oldinga qarab ketayotgan odamdek ko'rinadi, lekin ichida hali ham notinchlik bor. Uning gaplari orasida pulga bo'lgan ehtiyoj, aylanish zarurati, foydaga kirish istagi juda ko'p ta'kidlandi. Ishxonasida u statistikalar, hisobotlar, shartnomalar orasida qolib ketgan edi. Qo'lidagi qalamni burab, kompyuter ekraniga qaradi. Oldida muhim qaror turardi. U bir necha bor qog'ozni qo'liga olib, yana qaytardi. Uning yonidagi hamkasbi, "Jahongir, qaror qil, vaqt yo'q" dedi. Jahongir esa unga qaradi. "Bilaman, lekin bir narsa meni to'xtatyapti" dedi. U nazokat bilan bo'lgan so'nggi suhbatini esladi. Uning aytgan so'zlari hanuz quloqda. "Sen ham mendan farqing yo'q, faqat qo'ling qisqaroq." Bu so'zlar uning ichiga sanchilib qolgan edi. Bu bir tomondan tabiiy, boshqa tomondan xavfli. Chunki drama bizga bir narsani ko'p marta ko'rsatgan. Pulga faqat vosita deb qaragan odam omon qoladi. Pulga qutqaruvchi deb qaragan odam yana o'sha eski tuzoqqa qaytadi. Jahongir hozir ikki olam orasida turibdi. Bir tomonida qutqarilgan biznes, ikkinchi tomonida hali to'liq bitmagan o'tmish bor. U tergovga chaqirilgan kuni erta tongda uyg'ondi. Uy hali qorong'i edi. U oshxonaga tushdi, choynakni qaynatdi, lekin choy ichmadi. Faqat stolga tayanib o'tirdi va qo'llari qaltiraganini payqadi. U xotini uxlab yotgan xonaga qaradi. U bir necha bor borib, eshik oldida to'xtadi. Unga bir narsa demoqchi edi, lekin so'zini topolmasdi. Nihoyat o'zi chiqib ketishga qaror qildi. Eshikni yopayotganda xotini uyg'onib, "Qayoqqa?" deb so'radi. Jahongir "Ishga, tezda qaytaman" dedi. U yolg'on gapirdi va buni o'zi ham bilardi. U nazokatning yakunini ko'rdi, lekin undan to'liq saboq oldimi yoki yo'qmi? Menimcha, keyingi qismlar shuni ochadi. Ayniqsa u tergovga ketayotgan paytda uning ichki bosimi sezildi. Odam tashqaridan xotirjam ko'rinsa ham, ayrim eshiklardan kirayotganda taqdiri o'zgarishini yuragi sezib turadi. Bu qismning yana bir juda muhim qatlamlaridan biri oilaviy mayda sahnalar edi. Homilador kelinning yurishiga erinishi